Hemşirler 4. bab. Hada, yiliq Dilraba degan qandoq qiz u? Tumshuqini ushladi Farida Oybuloqqa qarab. Oybuloq kompyuterga qadilib o'tiradi. U qayrilib Faridaga qarab kulimsirdi. Farida Oybuloq o'qiyotgan shaharga yaqin yana bir shaharda o'qiydi. Ular ikkisi ta'tilda qaytib kelishida poyezdda tunishib qolgan edi. Faridaning aytib berishicha, uning ota-onasi nihoyat taqvodor, nafl namozlarini ko'p o'qiydigan, nomrod qo'lim qo'shnilardan sadiqini aymaydigan kishilar ekan. Dadam burun qilmagan askilikka qolmagan, butun qo'lim qo'shnilarning nafratiga uchragan odam ekan. Keyin tuyuqsiz namoz o'qib, nihoyat yuvoslashib ketibdi. Har xil gaplarni qilib qilibdi, lekin dadam bargan sir taqvolashib ketibdi. Bizni namoz o'qinglar, yog'liq cheginglar deb ketdi. Bir singlim, bir inim bor, inimga tex kichik, lekin u jay namozdan qo'pmaydigini. Singlimni sizdek yog'liq chegib, namozni qazo qilmay yurdigan qiz. Lekin men ular o'xshamayman. Men degan oliy maktab o'quvchisida degan edi Farida. Oybuloq kulib qo'yib javob qaytarmagan edi. Hafta oxiridagi dam edishda Farida shaharlar aro qatnaydigan qisqa musofirlik avtobusga o'tirib, Oybuloqni ko'rgili kelgan edi. "Qandoq deysiz? U shundoq yaxshi qiz-ku?" dedi Oybuloq kulimsirab. Kompyuterimda yiliq Uyg'ur yosh bolalar ishlagan Sunoko'ning etodi bor edi. Shuni qo'yib bersam, musulmon bundaq narsalar bilan vaqtini isrof qilib, tayini yo'q narsaga kulgisini zoya qilib, do'zaxni setib olmaydi deydi. Shunda xijlab ketdim. Boshqacha gap qilsam-mamdu, xuddi o'zi musulmon, men musulmon emasdek. Sizni musulmon degashga deydi-da u gapnimi? Sizni musulmon emas desa, uncha gap qilib vaqtini zoya qiladimi? Ish qilib o'zini ko'rsatishga amroq manmanch qizga. Qarab turing, keyin bilib qolsiz. dedi Oybuloq astoydilda. U qiz o'zini ko'rsatish emas, o'zini yo'shirib yursa-mu, hamon boshqalarning ko'ziga chiliqidi. Nihoyat qobiliyatli qiz u. Sal turib bizning darsimiz bor. Chiqamsiz? Ma'qul, nim dars? Aqidatul mu'min. Mu'minlarning aqidasi degan kitobni o'rganayotgan edik. Bugun vasila degan qismga keldik. Vasila degan nima gap ada? Yili bilib qolsiz, qarab turing, hammasi so'raydi. Ular tabiiy chim bilan ko'kartilgan futbol maydoniga chiqqanda, bu yerda bir qancha qiz allaqachon kelib, ularni saqlab o'tirgan edi. Yakshanba kuni bo'lg'achqimi, maydonda tuzuk odam yo'q edi. Tex kelib bo'lolmaganlarni birdan saqlashdi. Odam to'liqlanganda Oybuloq vasila to'g'risida so'zlab tushuntirishga boshladi. U nihoyat qat'iy, dadil qiz edi. So'zlaganda nihoyat ochiq, oddiy so'zlar bilan tushunishli qilib so'zlaydi. U yana atrofidagi ishlarni misol qilib so'zlashga ustaydi. Ba'zida ko'pchilikni qo'llab kuldirsa, ba'zida qopig'ini turib, nihoyat jiddiy tusga kiradi. Ish qilib, ko'pchilikni o'zi so'zlayotgan masala haqida to'liq tushunchaga ega qilmoqcha to'xtamaydi. Dars oxir oyoqlashdi. Farida Oybuloqning bilimiga hayron bo'ladi. Qiziq ish. U qiz kichigidan boshlab hech qanday islomiy tarbiya olmagan tursa, bu bilimlarni qayerda yurib o'rgangandu? Dastlabda hadamda o'rgandim. Hadam tayyorlikda o'qiyotgan chig'da nurg'un narsalarni o'rganib ekan. Ularning maktabida e'tiqodli o'quvchilar ko'p ekandiq. Keyin har ta'tilda ota-onam haq ko'rsa, bir nima deydigan deb Urumchidan qaytqili qo'ymadi. Shu chog'da bir qarinishimizning sababi bilan bir masjidning imomi bilan tanishdik. U kishi hadam ikkimizga bir nechta ustoz taklif qilib, tajvid va boshqa diniy darslarni bergizdi. Urumchida qayer turgandingiz? so'rdi Farida oldirab. Buam momamlarning uyi Urumchi dedi. Ha, men tek buningdan keyin mening uyimda turing demoqchidim. Ota-onam sizni ko'rsa, cho'qim xush bo'ldi. Mushunchalik deganingizga rahmat singlim. Alloh rahmat qilsin. Shu kuni kechda Farida maktabiga qaytdi. Oybuloq Dilrabaga telefon qildi. Dilraba, men zukamdab qopdima, ranjimay menga ozroq og'riq to'xtatish to'g'risi bersangiz. Nima? Dilraba uning chaqchaq qilayotganligini yoki nima demoqchi bo'lganligini bilolmadi. Zukamdab qolsangiz og'riq to'xtatish to'g'risi ishamsiz? Nim bo'ldi? Dori deganni kasal qarab berdi. Hamma kasalga foyda qiladigan dorim bormikan? Oybuloq kulib ketdi. Undaq imonchi, bemor qarab dori berish unutib qolmasligimiz kerak-ku. Ular birdan Farida to'g'riliq paranglashdi. Dilraba Oybuloqning Farida to'g'risidagi qarashlariga qoyil bo'ldi va kulishguncha telefonni qo'yib etdi. Faridaning ahvoli ularning atrofidagi boshqa hamshirlarga o'xshamaydi. Boshqa hamshirlarning hammasi degudek oila bismi va boshqa qiyinchiliklarga duch kelyotdi. Faridaning ota-onasi bo'lsa, Faridaning haqiqiy bir muslimadek yashashni, islomni mohiyati bilan tushunib, bu go'zal hayot yo'lini tanlab olishini umid qiladi. Lekin u o'zi o'yin tomoshadan mehrni uzolmayotdi. Oybuloq uning islomga muhabbati borligini ko'rib yetdi.
Bo'lmasa, u poyezdda Oybuloqni ko'rib kelibla salom qilib ketmas edi. Shanba-shanbalik dam edishda atayin uning yeniga kelib yurmas edi. Shunga u yanala Faridadan umid kutadi. Faqat uning qalbiga oxirat muhabbatini singdirganlar Faridaning tabiiy holda qo'l uzishga tegishli narsalardan qo'l uzalaydiganligini biladi. Ham Allohdan shuni tilab duo qiladi. Faridamu islomga borliq bilan intilyotadi. Lekin Oybuloqni eng beoram qildig'ini bu qiz kichikini turibla o'g'il do'st tutib olgan edi. Oybuloqning his qilishicha, uning islomga butun bitikirchiligi eng cho'ng to'salg'u uning o'g'il do'st edi. Hada, uni bakli yaxshi ko'rma. Uningda ayrilib qolsam, bu hayot menga ma'nisiz bilindi. U meni nayt yaxshi ko'rdi. Lekin mening namoz o'qishimni, o'rnishimni, ish qilib, hamma ishlarimni islomga moslashtirishimni xohlamaydi ekan. Shunga qanday qilishim bilolmay, bishim qetib ketyotdi. Hamma ishlaringizni islomga moslashtirishni siz o'zingizmi xohlamaysiz? Ya men xohlayman. Har qatim sizlar qarsam shunday maslikim keldi. Sizda faqat maslik kelishli bor ekan. Agar sizning qalbingiz tunishga tegishli narsalarni toniy olgan bo'lsa, turmushingiz tabiiyla islom yo'liga tushib bo'lgan bo'ladi. Hada, cho'qim o'rnib yurmasak bo'lmamdi. O'rnishimiz faqat badanimizni allarga ko'rsatmaslik uchunmi? Singlim, atrofingizda shuncha ko'p hadlaringizning shuncha ig'ir bisimlardimi o'rnib kelayotganligini ko'ryapsiz. Ajiba sizningcha shuncha qilinish faqat o'zini allarga ko'rsatmaslik uchunmi? Oybuloq birdan to'xtagandan keyin so'zini davomlashtirdi. U bir xil ibodat. Alloh faqat ayollardan talab qilgan alohida ibodat. Biz Allohning bizni mushundaq yuqori ko'targanligidan bizni erlarga o'yinchiq emas, balki har qachon ko'rishga intiladigan, lekin ko'ra olmaydigan, qo'lini so'zdigan, lekin yetolmaydigan esil tabiiy qilganligidan faxrlanishimiz kerak. Agar bir yerda ayollarning hammasi to'liq o'ransa, qanday ish yuz berdi bilamsiz? Erlar ayollarning bir tal chechin tepib olsa, shuncha qadrlab saqlaydi. Nazokatini, qaddi qomatini yo'shirib yurgan ayol erning bag'rini kavob qiladi. O'z qimatini saqlab yurgan ayolni amriga olgan er kishi uning oldida kichik boldakli bo'lib ketadi. Ayolni qadrlaydi, papilaydi. Lekin bizning ayollarimiz-chu, erlar yo'lda ketayotqach, ishxonada xizmat qilayotqach, pul olayotqach, ayollarning go'zalligidan xohlagancha huzurlanadi. Uningga nisbatan ayol kishining qimati bormi? İctimai hayotda ayol er bilan o'xshash ishlaydi. Yerib kelganda tomoqni bir kuni eri, bir kuni xotini etadi. Pulni o'xshash topqashqa ayolning gapimi er bilan o'xshash yo'g'on bo'ladi. Bu uyda padishab qolamdi. Oxiri xotinining ko'ziga qarmaslik, topiq ta'nilardan qutulish uchun har amallar bilan halol haromni ayirmay pul tepishga kirishidi. Pulni topadi-yu, uydan ko'ngli sovishga boshlaydi. Sirtda yosh qizlar qashitib noz qilayotgan. Pulni aymay xajlasanglar, sana so'rg'iningni berayotgan. Nima kapti uydagi muzqapoq qiyr xotindan chiroyi qarab, ayol ya bolalarni deb dardini ichiga yutib uyini tutadi, ya bo'ldilar deb ajrashidi. Hozir ko'p qism oilalarning ahvoli mushundaq bo'lyotdi. Mushlarning hammasi eng negizni ilib etganda ayolning o'zini yo'shirib, qimmatini saqlab yurmaganligi bilan munosabatlik. Bir mukammal islomiy tuzum asida yashamag'ach, islomni yepinchi qilib, inson qilbidan chiqqan qiliqlarni qilayotganlarmi oz emas. Bularni hozircha Alloh qo'yib turayli. Demoqchi bo'lganim, musulmon ayol faqat Alloh rizoligi uchun, Alloh talab qilgan cho'ng bir farzni ado qilish uchun, axloq va odamiylikni unutayotgan xalq uchun, o'zining haqiqiy bir muslima ekanligini butun olamga namoyon qilish uchun o'rindi. Farida Oybuloqning to'lim kaskin, chus mijozli qiz ekanligini biladi. Lekin uning hech qachon bugungidek hayajonlanganligini ko'rib baxmagan edi. Faridaning ko'nglimi vallada yo'rib ketgandek bo'ldi. Oybuloq Faridani qanday yetaklash to'g'risida birdam o'ylagandan keyin o'ltirib opasiga xat yozishga boshladi. Opasi yaqinda bir vaqt namoz o'qishni boshlagan edi. Uning opasiga bir vaqt namoz degan namozning azaldan bo'lmaganligini, dinimizda undaq namozning namoz hisoblanmaydiganligini shuncha aytqisi keladi-yu, lekin shu bir vaqt namozni o'qimay, biroqla kayniga yenib ketishini ansiraydi. Shunga bugun opasiga bir parcha xat yozib, mundashmoqchi bo'ldi. Assalomu alaykum qadrlik opa. Qandaq ahvolingiz? Dadam ishkinglarning har qachon sog'-salomat, tininglarning sog'lom bo'lishini Allohdan har vaqt namozimni tilayman. Opa, Allohu taolo o'zining muborak kalomi bo'lgan Qur'oni Karimda jannat ahli bir-biriga sizlarga xotirjamlik tilaymiz deyshidi degan. Rasulullohmu bir hadisida assalom
jannat ahlining salamidir degan ekan. Bizmi bir-birimiz bilan salomdan boshlab turib paranglashayli. U mushlarni yezib etib, ayni chaqda hadisning o'ziga tunji parcha xatni mushundaq boshlab yozganligini, shu chaqda qalbining qattiq larziga kelganligini esiga oldi va rozimanlik bilan kulimsirdi. Qadrlik opa, esingizdami? Kichik chig'imda har qatim sizni xafa qilsam, ochiqlab meni urish uchun qo'lingizni ko'taratdingiz. Lekin sizning meni urmaydiganligingizni bilatdim. Shunga oldingizga kelib kulib tura olatdim. Mening turqim qarab, sizni kulib tashlaytdingiz va ochiqingiz nalargadir g'oyib bo'ladi. 19 yoshga kirgacha siz xuddi mening eng yaqin do'stimdek har bir so'zimni anglab keldingiz. Hatto maktabda biror o'g'il bola sevgi xati yozsa-mu, oldi bilan sizga ko'rsatdim. Ikkimiz xatni birga o'qib, qaqoqlab kulishatdik. Siz doimla menga sizning to'g'ri yo'lni tanlab ma'laydiganligingizni ishonaman, o'zingiz xohlagandek bir taraf qiling deytdingiz. Acaba nima uchun men islomni o'zimning hayot yo'lim qilib tanlaganda mening to'g'ri tanlaganligimga ishonmadingiz? U yana nimalarnidir yozmoqchi edi. Lekin ota-onasi bilan ta hozirgacha orasining yumshamay kelayotganligini o'ylab, ko'ngli buzilib qoldi va qo'li qalamga bormadi. Bir hafta ko'zini yumib ochqich o'tib ketdi. Hafta oxirida Dilrabo Farida turayotgan shaharga uni yo'qlab keldi. "Xo'sh xabar", dedi Dilrabo hayajonlanib. U yakshanba kechda Faridaning yenidan qaytib kelibla Oybuloq telefon qilgan edi. "Qanday xo'sh xabar? Tezdan-a?" dedi Oybuloqmi qiziqib. Farida namozni boshlab oldi ham o'randi. "Rasmo, mashallah, sizga Alloh rahmat qilsin, hamshiram. Bu sizning tuhfangiz." "Hada, bu gap to'g'ri bo'lmadi-ku deyma", dedi Dilrabo arkilab. "Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Buni siz bizga o'rgatgan-ku deyma. Sizning sababingiz demoqchi-ku men, shayton qiz, gapimdan qusur izlab yurgan." Oybuloq Dilraboning sabrchan bir odamda ozroqli umid bo'lsa, shu kishini haq yo'lga akirish uchun butun kuchi bilan tirishadigan qiz ekanligini biladi. U Farida bilan kunda degdek telefonda va to'rda ko'rishmi, uningda zo'r o'zgarish paydo qila olmagan edi. U bularni o'ylab, qo'lini duoga ko'tardi. Allohning qudratiga hamd etdi va Dilraboga Allohdan rahmat tiladi. Bandini hidoyat qilish Allohning ishi. İnson faqat qo'lidan kelishicha tirishish bilan kifoyalanadi. Ular o'zlari namoz va o'rnish ishida cho'ng sinoqlarga duch kelgach, faqat mush o'tganlardan o'tib ketsalar, hamshirlar bu yo'lda oxirgacha mengib ketadi deb o'yladi. Lekin ular inson qalbining to'limi nozik narsa ekanligini, ba'zi qalblarning barmoq bilan shundaqla chekib qo'ysa, tiringlab ketadigan sapaldek quruq va qoqshal ekanligini, uni sug'urib ko'kartishning uncha oson emasligini o'ylab yetolmagan edi.